vodiyda chopishadigan mashina yo'q deb o'ylamanglar. Bor, bo'yaverma topib beramiz. Egalari ham rozi bo'lishdi. Pastda egalarni atmetga qilib qo'yaman. Egalar aytishyapti, yana Malibu, Gentra shunga o'xshagan mashinalar iltimos aloqaga chiqmasin deyapti. Katta ob'yomli motor bo'lsa, shu pastki profilga kiring, egalariga yozing, egalari tayyor. Zo'r akalar. Mana biz o'sha mashinani topdik, o'zimiz eski klientimiz. Akamiz vizit tashlagan ekan vodiyga, Rishod aka. M3 Competition'midi? M3 Competition akani vizitini qabul qildik. Vodiydan, ha? Vodiyda chopishadigan mashina yo'q deb o'ylamanglar. Bor, bo'yaverma topib beramiz. Gap yo'q aka. Bir 3-4 sekund chiqadi 0 dan 100 ga akalar, 2 sekund, 1 sekund demaymiz. Yana boshqa mashinalar bo'lsa, banan bo'lsa olib kelaveringlar. Qizig'i yo'q, ha? Qizig'i yo'q. Gap yo'q aka. Mercedes bo'ynimasini olib kelaversin. M3 Competition'da tashlashamiz. Gap yo'q. Vizitda qabul qildik akalar. Nima sportivniy interes, to'g'rimi? Vodiy nomidan chiqadi. Vodiyda nomidan faqat. M3 Competition. Biz pastda profilda egalarning nomini qoldiramiz akalar. Любой payt 24 ga yetdi, aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasalar Guruch Plus-ga kelinglar, xohlasalar Rishod akamiz profiliga yozinglar. M3 Competition. Xohlasalar Stingerlar ham bor akalar. Stinger ham bor. Stingerimiz ham bor. Gap yo'q aka. Xohlasa Stingerga, xohlasa BMW. Bu sportivniy interes kutib olinglar. Nasib qilsa qo'yamiz akalar. Vodiyda nomidan chiqyapman deganning sababi Mercedes-Benz 505 motorligi Qirg'izistondan mehmon bo'lib tushgan akamiz, o'zi eski klientimizdi. Ko'p mashina olib tushardi. Bu safar kuchliroqni olib tushdi. O'shaning uchun vodiyga vizit tashlayman deyilgan akalar. Farg'onadagi M3 Competition bo'lsa, Farg'onada vodiy nomidan chiqaman degan. O'shaning sababi uchun vodiydan deyilyapti akalar. Xudo xolasa kuzatib olinglar. Nasib qilsa bularni gonkasini ham qo'yamiz. Ofitsialniy joyda qo'yamiz, ko'chada qo'ymaymiz. O'sha Piskentga borib poygalarni uyushtiramiz, nasib qilsa.